Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Craft Zeri do'stlar. Biza bugungi videoda ana bunaqa fermalar ko'rmaymiz do'stlar. Bugun biz entni tozalaymiz. Ya'ni nima deydi, olib tashlaymiz o'zi entni. Bu juda ham qiyin, to'g'ri bilaman. Men bu videoni Shahin bratimizga ilhomlanib qildim. U ham 2 kun avval, 3 kunmidi, shunaqa video chiqaruvdi. Entni tuprog'ini polni olib tashlaganmidi, korotchi. Shunaqa video chiqaruvdi. Men ham bu videoda shu ishlarni qilmoqchiman do'stlar. Bu albatta qiyin bo'ladi. Menga bitta narsa yordam beradi do'stlar. Do'stlar, menga mana shu narsa yordam beradi. Do'stlar, biz mana bu yerga ketishdan oldin o'zimga bor kerakli narsalardan fireworkslar yasab oldim. Mana. Ketdim-da. Buni florga qo'yamiz. Shunday bir bo'lsa, qaranglar. Orqasida qo'yib, shunaqa qilib butun joyini olsak bo'ladi. Soniyalarda. Shu tariqa men ishimni davom ettirdim. Do'stlar, mana mendagi barcha shulker bokslar. Qaranglar. Nima shulker boks ichiga shulker boks solib bo'lmaydimi? Do'stlar, mana meni barcha shulker bokslarim. Endi bularni asta-sekinlik bilan to'ldiramiz. Ha do'stlar, obsidian juda ham ko'p kirgan ekan. Men oxirigacha olmayman endi bu obsidianni. Keyingisiga o'tsak ham bo'laveradi. Do'stlar, men endi mana bunaqa sariq tuprog'ini olib chiqmayman. Faqatgina obsidianlarni yig'ib, endi mayoq qurmoqchiman. Fikrim shunga o'zgardi. Bu sariq tuproqlarni olish men uchun 1 yildek bo'lib ketadi. Do'stlar, mana men yana biroz shulkerlar olib keldim. Mana shu 5 tasini. Chunki men bular to'lib qoldi. Hammasi to'ldi bular. Mana bu oxirgi o'zimning instrumentlarim bor. Va menda buni tagida birozgina qolib ketdi. Ozgina hozir shu yerdan keldim. 1, 2 ta qoldi, 3 ta qoldi. 3 ta ustun do'stlar. Ha do'stlar, men olib tugatdim. Ya'ni mana 1 soat vaqtim mana shu video olish uchun ketdi. Ha, 1 soat uncha ko'p vaqt olgani yo'q bu addon orqali. Faqat bedrocklari qoldi xolos. Mana bunaqa narsalar bilan. Do'stlar, menimcha O'zbekistonda hech kim telefonda bu ishni qilmagan. Ha, men entdagi barcha obsidianlarni yig'ib chiqdim. Ha, albatta men telefonda o'ylayman. Qarang. Oppa. Mana do'stlar, men telefonda o'ynayman, lekin mana bunaqa mishkalar orqali kompyuter korotchida o'zingiz tushunib oling qolganini. Bo'ldi. Do'stlar,
Endi bu obsidianlardan biz mana hammasi staklangan. Barcha shulker bokslar to'ldi mana shu ikkitasidan tashqari. Endi men mana bu tuproqni ham olib tashlamoqchi edim, mayli olmadim. Endi bulardan biz mayoq quramiz do'stlar. Ha, to'g'ri eshitdingiz, mayoq quramiz. Anchagina katta bo'lib ketadi-yu. Qana bo'lmasam ketdik. Do'stlar. Va nihoyat men buni tugatdim. Ishlasin deb umid qilaman. Va menda 99-kun, ya'ni oxirgi kun do'stlar. Hozir shu ishlamasa bilganman o'zi ishlamasligini oldindan men. Nimaga ishlamasligini bilmayman. O'zi har bir videomda ishlamay kelgan. O'zi bundan buyog'iga ham ishlaydi o'zim yo'q. Ha, mayli. Короче, men qurdim buni do'stlar, asosiysi men buni qurdim. Hardcore'da obsidian'da mayoq. Mayoq. Bu ham chiroyligina. Hozir ekinlarim ham bor. Negadir 100 kun bittada o'tib ketdi do'stlar. Do'stlar, tomoshangiz uchun sizga kattakon rahmat. Albatta keyingi videoda nimalar chiqaray? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Ha, yana sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Men mana shunday o'ynaganim ma'qulmi yoki sizlarga yoki mana shunday oddiy o'zida o'ynaganim ma'qulmi? Uni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Tomoshangiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Barchaga xayr.